Katta kvadratura lekin arzon uy qidirganlarga Shayxon Tohir Ibn Sino bir masjididan ko'pchilik muborak mebelni yaxshi bilsa kerak. Shuni ro'parasida yo'l yuzida joylashgan 5 qavatli binoni 4-etajida to'rxona. Videoda o'tkazib olib kirib ko'rsatamiz. Bu ko'rib turganingiz zal qismi kattagina tashqariga maktab tomonga qaragan o'zini oilalari bilan uyimiz ozgina remont talab, lekinda shunga yarasha arzon. Bu kirish qismi hol ko'rishlaring mumkin. Kattagina hol qismi bemalol o'zgartirib, o'zlaringga moslasalaring bo'ladi. Bu tomonda hozir bitta detskiy xonamiz bor. Hozirda ayollar borligi uchun kirganimiz yo'q. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Kattagina spalni yotoqxona kattalar uchun. Tashqariga har bir xonani yoritishdan muammo bo'lmaydi. Sababi har bir xonani tashqariga qaragan o'zini oynalari bor. Uyimiz skvoznoy, uglovoy, tarsovoy emas. Xo'p, bu yoqda ko'rishlaring mumkin. Bu yana bitta zal bilan razmeri bir xil ekan o'rtoqlar. Kattagina yotoqxona yokida biror bir ofisni xona qilib foydalansa bo'ladi yoki bolalarning ko'p bo'ladigan bo'lsa bo'lib turib ikkita xona qilib qo'yish imkoni bor. Xo'p, bu yoqda sanuzellar, razdelni, hojatxonasi ko'rishlaring mumkin. Buni yonginasida hammomi. Xo'p, bu oshxona qismi, kuxnyasi. Buni hozirda kuxnyani bemalol verandaga olib chiqish imkoni bor. Unda to'rxona 5 xonaga o'zgaradi. Bemalol 5 xona qilib olishlik imkoni bor. 6 ga 2. Hozirda remont jarayonlari ketyapti. Bemalol o'zlaringga moslab turib remont qilsalaring ham bo'ladi o'rtoqlar. Katta oilalar yokida farzand ko'plar oladigan bo'lsa ham bemalol 5 xona yokida katta zalini 6 ga bo'lib turib 6 xona qilib olishga ham imkoni bor. Shunaqangi yaxshi variantimiz narxini shunaqangi hududdan, ya'ni Shayxon Tohir Ibn Sino bir masjididan qancha deb o'ylaysizlar? Remont holatlari o'rtacha, lekin narxi 82 ming o'rtoqlar, yana kelishiladigan joy bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, savdolashish imkoni bor. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.